Diqqat yurtdoshlarimiz uchun tezkor xabar. Ogoh bo'ling. O'zgidromet 25, 26 va 27-iyun uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Toshkent shahrida havo asosan ochiq va quruq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 36-40 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo quruq va juda issiq bo'ladi. Ba'zi joylarda shamol 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi, chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo ochiq va issiq bo'ladi. Shamol 7-12 metr/sekundgacha bo'ladi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo asosan ochiq bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo juda issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo quruq va biroz issiq bo'ladi. Harorat kechasi 21-26 daraja issiq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.